23 dekabr kuni 2025-yil soat 19:00 da Mening yurtim telekanalida Fitna serialining ikkinchi mavsum 17-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod avvalgi voqealarning mantiqiy davomi bo'lib, serialning umumiy ohangini yanada chuqurlashtirishi bilan ajralib turadi. Ikkinchi mavsumda Fitna yanada yetuklashdi. Qahramonlar ichki qarama-qarshiliklari bilan ochilmoqda, ularning tanlovlari esa oddiy emas. 17-qismda yashirin nizolar yuzaga chiqib, oldin qabul qilingan qarorlar kutilmagan oqibatlarga olib keladi. Aynan shu jihat serialni tomoshabinga yaqin qiladi. Serialning eng kuchli tomoni tafsilotlarga bo'lgan e'tibor. Har bir sahna, har bir sukunat va qarash mazmun bilan to'ldirilgan. Aktyorlar ijrosi sun'iylikdan yiroq bo'lib, his-tuyg'ular tabiiy va ishonarli tarzda yetkaziladi. Fitna tomoshabinni hurmat qiladigan, shoshilmasdan hikoya qiladigan serial sifatida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. Ikkinchi mavsumning 17-qismi esa syujet muhim burilish arafasida ekanini ko'rsatib, qiziqishni yanada oshiradi.